Dunyodagi eng qiyin ish. Bir yilga 2.400.000 dollar mayoqni qo'riqlash uchun. Bu yerda ishingizni deyarli hech kim tekshirmaydi. Siz uyg'onganingizdan keyin istalgancha dam olishingiz, ovqatlanishingiz, ichishingiz yoki manzaradan bahramand bo'lishingiz va baliq oviga borishingiz mumkin. Asosiysi, mayoqning yorug'ligini va aloqalarni normal ishlashini ta'minlashingiz kerak. Biroq bunday saxovatli imtiyozlarga qaramay, bu ish uchun ariza berishga tayyor odamlar deyarli yo'q. Axir bu dunyodagi eng xavfli ishlar biri Juman mayoq qo'rqchisi. Ushbu mayoq Buyuk Britaniya va Fransiya qirg'oqlarida joylashgan. Bu yerda hech kim siz bilan gaplashmaydi va siz bilan birga faqat yolg'izlik, befarqlik va zerikish. Ammo bu muammolarning faqat psixologik qismi xolos. Eng jiddiy tomoni shundaki, bu hududda dengiz ko'pincha jadal bo'ladi. Minoraga urilgan kuchli bo'ronlar bir necha 10 metrga tushishi ham mumkin. Kichkina xato ham fojiali oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu fotosurat bir necha yil oldin Juman mayoqchasi bu